Oyizlik janonimning ko'ylagi tillaydi, oq ko'zli yolg'ozi oftob tayyorlaydi. Oyizlik janonimning ko'ylagi. Hazırlaşasan ben bunu ona yiyip Battar bo'l kuchuk. Hey! Dadajon. Voy xudo. Nima ish etib o'tiribsanlar? Ayoq o'zimiz keliniz bilan hazırlashyapmizda. Aveting ishlar yeting. Tez-tez yerlar og'darsan-a. Yoshlar baribir. Yoshlik zo'rda o'zimiz ham shunday betiliq. Ha? Bir darding bormi? Nimaga kelding yonima? Dada, shu desangiz kelinizni pravaga o'qitmoqchiman. Ha? O'zi bir kelin qolibdi pravaga o'qimagan. Yo onang o'qiganmi pravaga? Tuva qildim. Maya qarang, meni yurayam, mashinangiz keliningiz-ku. Ay, yuzima soling olib beraning bir. Tur o'qitsin yo'q. Menga qara lekin erkaklar bo'lmasin, ayollar o'qitsin kelin. Mana o'zimiz Qarako'lda Real Avto degan joy bor ekan. Shu yoqda o'qisa bo'ladi, ayol o'qituvchilar bor ekan. Bo'lsa o'qit. Ha. Kelin ay tanov. Mashina ham almashtiraylik. Assalomu alaykum sen. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sherda ishlaysizmi? Ana, men xotinim sherga o'qisha qo'ymoqchidim-da. Sizlarda ana ayol instruktorlar ham bormi? Albatta bizda ayol instruktorlarimiz ham bor. Ha, zo'r ekan. Ana, qanaqa toifalaringiz bu sizlarda? Bizda barcha toifalarimiz bor. Bizning darslarimiz dushanba kundan shanba kungacha davom etadi. Bo'ldi, mas shuni rahmat, men ertaga xotinim olib kelaman. Keyin o'zingizda savolim bor-da. Nima? Ishdan keyin vaqtingiz bormi? Yo'q. Xato qildingiz. Amul az این جدایی شبنام به جایی